barchamizga nuru hasanotlar bo'lsin azizlar. Bugungi kunga qadar yuzlab minglab oilalarning quvonchli oqshomiga, qolaversa yoshlarning visol oqshomiga guvoh bo'lgan va ularni katta hayot ostonasi sari kuzatib qo'ygan beqiyos atalmish tantanalar sabab bugun barchaga birdek tanish bo'lgan sulola aynan Mamatovlar sulolasining eng yaqinlarini o'z bag'riga chorlagan. Qadrli mehmonlar, sababki bugundan boshlab yana bir marotaba qaynota va qaynona maqomiga muyassar bo'layotgan insonlar, xonadon sohibi Ilhomboy og'a va ularning bir umrlik jufti halola Anvarjon opamizning xonadonida bugun katta shodiyona. Ushbu insonlarning farzandi, ko'zining oqu qorasi, jigarbandi davra Qirola Sarvarning Oyxonim bilan visol oqshomida baxt va taxt kechasida bugun barchamizga diydorlashish nasib qilmoqda. Ilohim yaratgan ekan hech birimizni shu diydorimizdan ayirmas deymiz. Yaratgan ekan barchamizni mana shu kunga, mana shu onga tinchlik, xotirjamlikda, sihat, salomatlikda, bag'ri butunlikka yetkazganlik uchun hamd sanolar va shukrlar bo'lsin. Qadrli mehmonlar,